إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetli көрермен qarindoshlar, bugungi darsimizda tavakkul haqida to'xtalamiz. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Va may yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuh. Innalloha balighu amri. Kimki Allohga tayanadi ekan, Alloh uningga kifoya qildi. Shaksizki Alloh maqsadini amalga oshiruvchidir. Alloh taologa tayinish, ishlarning natijasini uningga topshirish Alloh taolaning amri va iymonning taqozzosidir. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve alallahi felyetevekkelul mu'minun ve alallahi fetevekkelu in kuntum mu'minin. Yani aldığın kısmı müminler Allah'a tevekkel kılsın. Çünkü ayet eğer sizler mümin bolsanlar, hakiki Allah'a işengen bolsanlar Allah'a tayinanlar. Eğer hakiki mümin bolsanlar Allah'a tayinanlar. Allah Teala'ga tayinish qanchalik muhim bo'lsa, sabab qilish va ishlash shunchalik muhim. Chunki Alloh Taolo ishlarning natijasini sabablarga bog'liq qilgan. Shuni Qur'on Karimda insonlarni ishlashga chaqirib, sabab qilishga chaqirib, "Vallazi ja'alakumul arda zalulan famshu fi manakibiha va kulu min rizqihi va ilayhin nushur" degan. Ya'ni o zaminni sizlarga bo'ysunadigan qilib bergan zotdir. Endi sizlar tirikchilik qilib ziminning taraf-taraflarida minib Allohning bergan rizqidan yanglar. Hisob berish uchun tirildigan joyinglar Allohning dargohidir deydi. Endi tavakkulning ma'nosi muhim endi. Tavakkul degan nima degan gap zaten? Qur'on Karimda kelgan tavakkulning ma'nosi bunday endi. Arab tilidagi tavakkul degan so'z lug'atda birovga o'zini topshirish va biriga tayinish ve birge yöneliş, yani yöneliş diyen ma'nilarni ifodalaydi. İslam atalg'usida Allah Taolaga chin yurakdan ishonch bog'lagan holda uningga tayinish, o'zini va barliq ishlarini uningga topshirishni ifodalaydi. Ammo Uyg'ur tilidagi tavakkul degan so'z, biz tavakkul deb ishlatadigan so'z, Uyg'ur tilining izohliq lug'atida ko'p o'ylamasdanla nima bo'lsa bo'lar deb qilingan harakat deydi. Bu Allah Taala talep kılgan tevekkulning tamamen ta'tiri. Çünkü Allah Taala bizden bana chin işinip, chin yürükünde bana tayinip, menden yardım tiligin, bana işengin davassa, bizden Uygur tilimizdeki, bizde umumlaşılan tevekkül köp oylamasınla tevekkül kılız. Mesela tevekkül kılıp bakaylı, bolsa bular, bolmasa bolmaydı. Şunday nerseki işildi demdi. Şu Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde İslam menbelerde kelgen tevekkül, tevekkül alallah degan gapni Uyg'ur tilida tevekkül qilish deb tarjima qilishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bu u ma'noni uqtirmaydi. Ya'ni Alloh taologa tayinish, chin yurakdan, qalbi bilan Allohga tayinish va butun a'zosi bilan sababga tayinish. Ya'ni qo'li bilan sababga tayinish, yuragi bilan Allohga tayinish. Shu endi tevekkül. Ya'ni Allohga tayinish. Alloh taologa tayinish iymonning alomati. Chunki Allohga tayangan odam Allah'a işenci kılganlıktan benim hacetimler vakıf birdi, tiligimni biridi, maqsadimga yetkizdi, muradımga eriştirdi degan ümit bilan Allah Taolaga tayinidi. Agar bu işenci bo'lmasa, o adam Allohga tayanmaydi. Çünkü Allohga haqiqiy tayangan ekan, o adamda iymon mukammal degan gap, iymoni sog'lom degan gap. Endi bu yerda tevekkül qildim deb, ya'ni Allohga tayinib qo'yishni talab qilinmaydi bu yerda. Allohga tayindim, yani Allah'a tayandım deb sebep kılmaslığa qat'iy bo'lmaydi. Şuna da bu tevekkulun iki tane şartı var. Bir şartı, birincisi işlarning neticesini Allah Taolaga topshirib, onunga chin yurakdan tayinish. Xuddi dehqonning qilgan ishiga o'xshash. Masalan, dehqon etizlikni sug'urdi, o'g'itlaydi, o teriydi. Hamma sababning hammani qiladi, uningdan keyin Allohga tavakkal qiladi. Alloh Taolo uni xolisa undirib beradi, xolimasa, ya'ni bir tabiatning burallarını ya binasını evetip halak kılıvatıdı mesela. O
ünüp chiqish, g'usul berish Allohning ilkidagi ish. Ammo dehqon o'zining qo'lidan kelgan sababni qiladi. Shu ikki ish orqali Allohninki berishi ve insanın sabab qilishi orqali masala hal bo'ladi. Shu birinchi shart hamda Alloh taologa chin tayinish, ikkinchisi qo'ldan kelgancha sabab qilish hamda. Bu ikki ishninki qaysi biri qilinmasa, bu ish vujudga chiqmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tevekkulni tushundirish uchun bizga bunday bir hadisni deb berganda, agar sizlar Allohga haqiqiy tavekkul qiladigan bo'lsanglar, ya'ni haqiqiy tayinsanglar, Allah sizlarni uçar qanotlarni rizqlandirgandek rizqlandirdi. Uçar qanotlar atdiganda ot chiqib ketib, kechda qo'saqlar to'ygan holda qaytib keldi deydi. Ya'ni uçar qanotlar tevekkül qildik deb Allah bizim rizqimizni berdi deb uylarida yatmasdan atdiganda chiqib, kechgacha rizq yo'lida ishlaydi. Rizq yo'lida ishlash orqali qo'saqlarni to'yg'izib keladi. Agar ular o'g'illarda midirmay yatsa, och qoladi, o'ladi degan gap endi. Rizq emgeksiz kelmaydi. Yani asmandan altın yağmaydı deydi ya, emgeksiz kelmaydi. Rizq fakat şu ishlash orqali keladi. Alloh taolo har kimninki rizqini belgilagan, lekin shuni shu sabablarga bog'liq qilgan. İkinci xalifa Umar ibn Xattab radhiyallohu anhu bir kuni bir masjidga kelsa, bir top kishilar o'ltiradigan namoz vaqtidan boshqa vaqtlarda shada o'ltirdi ekan. Ulardan siz nima ish qilgan odamlar desa, biz Allohga tavakkal qiladigan odamlar deganda, shunda degandan ularni masjiddan chiqarib o'tib, sizlar tavakkul qiluvchilar emas, tayyor topdi ekansizlar deb masjiddan chiqarib o'tgan masalan. Demak, endi to'g'ri tushunish kerakda, endi Allohga tayanmasimi bo'lmaydi. Allah'a tayanmay, üzerinin küçük dayandığında karunca bu tekabbürlük kılsa, Allah Teala onu cezalap koydu. Hem de Allah'a tayandım da hiç kanda iş kılmay, dua kılıp da 30 mesele olmaydı. Bunu dua olan bulduğun iş olsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün duaları icabet olattı. Resulullah o cihatga çıkıp, cabıt atmağın bulattı. Resulullah cihatga çıkıp, kişileri çıkıp ketken, yaralangan, aşında capalını tatkanda, eğer dua bilen bulduğun iş olsa, o Resulullah çıkmasın bulattı. Lekin Allah Teala bendelerge şu sebep bilen dua, Allah'ın yolunu bilen sebep kılış ikisinin dahi muhimlikini düşündürüş için peygamberlerini evet, peygamberlerini emeli meydanda aynı sınavını ötküzüp aşında kılgan emdi. Şu an kuruk tevekkül bilen iş bulmaydı. Biz o tevekkül yani Allah'a tayiniş. Yani tevekkül degen gapni Uygurçadaki tevekkül degen bunu zaten udul kelmeydi. Onu tevekkül Allah'a Teala'ga tayiniş deganni işletish kerak. Yani Alloh Teala'ga tayinib oldim deb sebep qilmasa yana bo'lmaydi shu. Sebep qilish bilan birga Alloh Teala'ga tayinimiz xuddi qush ikki qanoti bilan uchqanga o'xshash. Shu Allohga tayinish bilan va sebep ikkisi bir ulab bizni manzilimizga yetkazdi. Endi Allah'a haqiqiy ishonch qilib tayangan odamni Alloh taolo hargiz noumid qo'ymaydi. Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki başını keçirganlari tarihi, sahabelarniki tarihi bizga bundan jiq darslarni berdi. Masalan, Peygamber alayhisalom bu Mekkalik 10 ming kishilik qo'shin, mushrik qo'shinlar Madinaga besib keldigan chaqda, ular Madinaning atrofiga xandak qo'lab, mudofaa qurdigan chaqda xandak qo'lib o'tib, Allah bana şu Kisra'nın ve Kaysar'ın nimelerini, hazinelerini, aşına saraylarını kösetti. Keyin sizler şunun igi bulasızlar dep şunda dese. O çağdaki hem de Kaysar ile Kisra şu dünyadaki en çok iki imparatorluklar, Rum imparatorluğu, Fars imparatorluğu hem de. Degandeki şu çağda müminler hakiki hem de Resulullah'ın ki bişareti boğan resmi işengen münafıklar şu çağda biz bir yerde hazır korkuncuda yüzümüzü müdafaa kılamay duruyordumuz. O Kisra degen o dünyanın terörü etken iki devlet şu çağda o degen kanda gap dep işenmegen mesela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu çağda Allah Teala'ga şunda tevekkül kılgan ki, yani Allah'a şunda tayangan ki, Allah Teala'ga tayangan imanının güçlülüğünden, itiqadının güçlülüğünden, işencisinin nayeti mehkemliğinden Allah Teala Resulullah'ın köngülünü teximi xatirjam qilish ve müminlerin köngülünü xatirjam qilish, bişaret verish için aşında narsalarni, ayna kil bo'lgan ishlarni ko'rsatganda, keyin amaliyotda Rasulullahdan keyin bu ikki imperatorlikni musulmonlar parchaqlab tashlagan masalan. Masalan Rasulullahni aqsini qo'g'lab kelgan Suraqa hijratda yo'lga chiqqanda
kim tutup gelse yüzüge mükafat birimiz degende Surakı qo'llab kelgan vaqtida shu Suraqininki yetishib qolgan vaqtida uningki etininki nimasi oyog'i yerga petib qolib shadi Rasulullohdan madad tilaydi shu chaqda. Rasululloh shu chaqda sen qaytib ketgin, sana shu Bahraynninki boyliqini, Bahraynninki xazinasininki zibu zinnatlarini berishimizni xohlamamsa degan shu chaqda Rasulullohda. Keyin Rasululloh vafot bo'ldi. Keyin Umar ibn Xattobning zamonida har holda Bahrayn fath qilindi. Fath qilingan chaqda shu Suraqi bosh chaqda. Suraqini shu chaqda nima Umar ibn Xattob chaqirtib Rasululloh senga va'da qilgandim, ana va'da qilgan olmadi deb qilib berdi hamda. Demak hamda shunchalik ishonch qilib, shunchalik tayangan. Demak Alloh taolo shu ko'ngil maqsadni yetkazgan. Demak hamda bu Alloh taologa haqiqiy tayinish hamda bo'lsa bular zina bo'lmagandan keyin men bir duo qilib qo'yay. Bo'lsa bular qani bir Allohdan tilab qo'yay deganga hech qanday bo'lmaydi. Ya'ni shu Rasululloh bir hadisda degan, sizlar Alloh taologa duo qilmoqchi bo'lsanglar, xohlasang ijobat qilgan deb bunda duo qilmanglar, chuqur ijobat qilgan deb duo qilinglar. Chunki Alloh taolo beparvo odamninki g'aflatdagi beparvo odamning duosini ijobat qilmaydi degan. Duoda shunda bo'lgan yerda, endi tavakkul deganda bular bulishiga bular deyotgan ish yo'q bu yerda. Resmi ayında Allah'ı tayin etken gap. Tayinip resmi için esilip Allah çokum kıpır dua diyen işence bilen ayında yolga çıkış gerek. Ama kulumuzdan kelgen Allah bizge müyesser kılgan sebepten hemmeni kıtkan gap. Şuna olan mesele hal oldu hem de. Bu şu tevekkül meselesi de hem de kişilerinki bazı kişiler doğru düşünmeydi o. Tevekkül kıldık da sebep kılışka köngül bilmeye kaldı. Bazı kişiler üzünün ilmiga yoki kuchiga yoki puliga ishinib unda ko'ranglab ketadi, ya'ni Allohga hojat bo'lmasa men qila olmayman deganga o'xshash. U ishning oqibati yaxshi bo'lmaydi endi. Shunga inson kamtarlik bilan Allohga tayinish, Allohning yordam tilash va Alloh buyurgan shaklda sabab qilish. Ya'ni Alloh buyurgan yo'lliq shaklda sabab qilish. Shu orqali maqsadga yetgan bo'ldimda Alloh taolo hammamizni dinimizni to'g'ri tushunib, to'g'ri ish qiladigan mu'minlarni qilg'ay. Hürmetli qarindoshlar, bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Keldigan hafta yana birga bo'lish umidi bilan hammalarni Allohga topshirdim. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.